Naryoqda gaplashishni naryoqqa yur. Men deydi birodarimiz ushbu hikoyani so'zlab berar ekan. Bir necha yildan beri namoz o'qiyman. Allohning ibodatida qoyimman. Payg'ambarimizning o'ziga yaxshi ko'rgan narsalarni birodariga ilinmagunicha inson komil mo'min bo'la olmaydi degan so'zlarni eshitganimdan so'ng bor e'tiborimni yaqinlarimga qaratdim. Ko'rgan odamlarimga islomni ilina boshladim. Kimgadir ta'sir qildim, kimdir so'zlarimni olmadi. Hidoyat Allohdan deyishadi. Tabiiyki chaqiruvning eng haqdorlari qo'shnilar hisoblanadi. Bir qo'shnim bor edi, yoshi 39 ga kirgan. Allohning fazli bilan boy badavlat edi. Har yili katta ma'rakalar qilar, qorilarni chaqirar va odamlarga yordam berib turar edi. Bu fazilatlari oldida namoz o'qimasligi kimlargadir sezilmasa-da, meni juda qiynardi. Qo'shnim bo'lgani uchunmi, sal qattiqroq gapirishga haddim sig'ardi. Har ko'rganimda bilganlarimni ilinardim unga. Ammo qo'shnimni qo'l bir gapni aytib meni go'yoki mot qilardi. Namoz o'qiyman, muncha qo'ymaysiz qo'shni, boshqalarga o'xshab qarab qaratayib o'qirman demayapman-ku. Mana ko'rasiz, 2 oydan so'ng 40 yoshimni nishonlay, zo'r tug'ilgan kun qilib beray, ertasiga ertalab bomdod namoziga siz bilan chiqmagan erkak bo'lmasin. Bu so'zlarga o'rganib qolgan bo'lsam-da, qo'shnimni Allohning baytiga chaqirishda davom etaverardim. O'sha orziqib kutilgan dam ham yetib keldi. Tug'ilgan kun. Zamonaviy til bilan aytganda yubileyning dabdabali o'tgani haqida eshitdim. Kamida 20 marotaba tug'ilgan kundan keyingi eng asosiy kunni eshitganim bois ertalab turib qo'shnimning oldiga chiqishga bel bog'ladim. Tug'ilgan kunga shariat ruxsat bermagani uchun bormadim. Ammo kechqurun qo'shnimning eshigini taqillatib, ertani unutmang-a deb qo'ydim. Ozgina ichganidanmi, uning yuzida darhol rozilik alomati sezildi. Mayli esimda, ertaga ertalab hozirgina mehmonlarni chiqarib yuborgandim dedi-yu, kirishga hozirlandi. Men uydan uzoqlashganim bois oxiridagi gapi elas eshitildi, lekin sal boshim og'rib turibdi-da. Ana shu oxirgi gap yuragimning o'rtasini teshib o'tgandek bo'ldi. Unga qarab tasalli bermoqchi edim, ammo kirib ketgan ekan. Ha, endi ichganda boshi og'risi ertaga tarqab ketadi degan o'y ila uyga qaytdim. Uxladim. Tushimda qo'shnimni ko'ribman. Emishki sahroda yurganmishmiz, ikkimiz. Juda chanqab ketibmiz. Qani endi suv ko'rinsa edi degan orzu bilan uzoq yuribmiz. Va nihoyat sahro o'rtasida buloq ko'rinibdi-yu, ikkalamiz yugurib ketibmiz. Men birinchi bo'lib yetib borganimdan so'ng qo'shnimni o'ylamay suv icha ketdim. Ichib qonib bo'lgach qo'shni iching deb orqaga qarasam qo'shni yo'q edi. Qayoqqa ketdi ekan deb o'ylab turganimda uyg'onib ketdim. Tursam soat 3 ham bo'lmagan edi. Yonimda ayolim yotardi. Payg'ambar alayhisalom yomon tush ko'rsalaringiz birovga aytmangiz deb o'qitirganlari bois uyg'onib ketgan ayolimga ham bu tushni aytmadim. Chap tomonimga tuflab qo'yaverdim. Lekin bu yo'g'i uyqu kelavermadi. Sekin tashqariga chiqdim. Yurdim, xayolimdan o'sha mash'um tush ketmasdi. Soat 3 da qo'shnini chaqirish qanday bo'lar ekan? Yo'q, Alloh asrasin. Alloh jonini omon qilsin. Ertalab Xudo xohlasa bomdodga chiqamiz dedim-u, uyga kirib ketdim. 2 soat o'tmasdan eshik taqillayotganini eshitib uyg'ondim. Chiqsam qo'shnimning ayoli turardi. Yig'layvergandan ko'zlari shishib ketgandi. Qo'shnijon, erim 2 soat oldin qattiq og'rib qoldi. Doktor chaqirgani bolalarimni turg'izgunimcha kasali battar bo'ldi. Bolalarim doktorga borishga endigina tayyorlanishayotgan edi, erim omonatini topshirdi. Soatga qarasam roppa-rosa 4 bo'lgandi. Men bu xotinning so'zlaridan garangsib qoldim. Chunki o'sha payti bomdod soat 4 dan 5 daqiqa o'tganda kirardi. Subhanalloh, Alloh taolo bu bandasini bomdod vaqtiga kirib borishiga ham yo'l qo'ymabdi. Subhanalloh, 40 yoshlik to'yimni o'tkazaman u ertasiga bomdodga chiqaman degan odam aynan bomdod kirish arafasida jon berishini qayerdan ham bilsin. Subhanalloh, tushimni ayolimga aytmasam ham Alloh taolo bu bandasiga o'lim farishtasini aynan o'sha vaqtda jo'natib bo'lgan ekan. Hikoya shu yerda tugaydi. So'zlamoq bizdan, ibrat sizdan, hidoyat esa yolg'iz Allohdan. Pok Parvardigorimiz o'zi hidoyatga boshlamasa bandasining imkonida faqat dinga chaqirmoq bor ekan, xolos. Bekobodlik do'stimizning qo'shnisi qanday xotima topganini eshitdingiz. Endi o'zimizning hayotimizga nazar solaylik. O'zimizning amallarimizni bir taftish qilib ko'raylik. Abu Hanifa rahmatullohi alayh o'z farzandlariga pand nasihat qilib shunday degan ekanlar: "Bolam, bilki, Alloh mo'minga amalni farz qildi. Alloh kofirga iymonni farz qildi. Alloh munofiqqa samimiylikni farz qildi."
ko'nglim toza, men musulmonman deb yurganlar mazhabimiz asoschisi Imom Abu Hanifaning so'zlariga quloq ossinlar. U zot agar mu'min bo'lsangiz, sizga Alloh amalni farz qildi demoqda. Agar faqat ko'ngil bilan ish bitadi demoqchi bo'lsangiz, bilingki sizning hukmingiz kofir bo'lib qolishi mumkin. Agar nifoq alomatlari sezilayotgan bo'lsa, samimiy bo'ling, o'zingizni aldamang. Yuqoridagi hikoya qahramoni singari falon payt boshim sajdaga tegadi deb xomtama bo'lmang. Alloh taolo chegaraga olib kelib joningizni olishi mumkin. Hammaga Allohdan tavfiq va hidoyat so'rab qolamiz.